Yandex qilish vobshe qiyin bo'lib ketyapti. Onasini emmasin. Ko'chadagi probkalar lojangida qatnashganda bo'ladi odam. Yangi vizitmi? Assalomu alaykum aka, Yandex chaqiruvdilaringmi? Assalomu alaykum aka, tuzumsiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Aka, ana qilsa odamdan yaxshilik qoladi-da, 5 kishi edik. Olib keta qoling, ikkita mashina chaqirib yurmaydi-ku. Mana aytdingiz, toza ekani chiqinglar aka. Yaxshi insonga o'xshaysiz-ku. Yaxshi insonga o'xshaysiz, aka. Ha? Assalomu alaykum. Assalomu aka. Chiqdingmi? Mana faizimizni berdi. Ketdik aka. Hoppa. Ketdik mana. Qancha ko'rsatgan aka? 5000. 5 kishiga 5000 mi? Mahalla loyakanda aka, shu ko'chani boshqa chiqib olaylik, ag'ida avtobusga ketaveramiz. Xudo beraman desa hech gap emas, qarang. Endi tushinglar. Pastga tushinglar, bo'linglar. Nima? Yo'q, aka, yetib kelmadik-ku hali. Meniki yetib keldi shaytiga, tushundingmi? Tushinglar. Tush! Men qara, nima deb qo'yibdi? Avtobus deb qo'yibdimi? Nexia. Nexia bo'lsa, nimaga avtobusni pulini berib? O'qal anaqa. Baqa ketdi soqqa, nima debdi? Nexia, aka. Bo'ldi, senga aqlim yetmayapti, to'g'ri. Baqa aka. Nima deb qo'yibdi bunga? Nexia'mi, avtobusni baqa aka. Nima deb qo'yibdi bunga? Nima deb? Yo'qol Nexia, izdivoj taqilasa. Yo'qol, men qachon ko'karaman, umrimga zolim bo'lishma. Nimaga o'zi izdivoj taqildi Yandexchilar? 5000 ko'rsatdi, darhosdan. Bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Tortinglar, qani yigitlar? Ha, ana.